Xitay hökuməti 1 aprel bir təşviqat videosu elan qılıb, 2017 yıl başlanğan çoğ tutqunda 200 deb tutulğan Uyğur ziyali və kadrlarını terrorluqqa və bölgünçilikə bağlab ayıplagan. Xitayning chet ellarga qaratilgan təşviqat kanalı CGTN'da tarqatilgan Ko'langudagi urush nomli təşviqat videosida Xitay hökuməti tərəfindən tutqun qilinib, hozirga qadar izdirki bo'lmagan ba'zi Uyğur kadrlarini chiqarib, ularni atalmış terrorluq, bölgünçilik bilan bog'lanishliq bo'lgan 200-chiligini iqror qildirgan. Bu videoning g'arb ellarida Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qiladigan davlatlar borgan sir ko'payib, g'arbning jazosiga duch kelayotgan mezgilda e'lon qilinishi diqqat qo'zg'adi. Videoda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining muavin mas'uli Sherzod Bovudin, Ma'rif nazoratining muavin noziri Sattar Savud va hukumat bosh kotibi Olimjon Mamtimin qatorliqlarni so'zlatgan. Fransiya Tashqi ishlar ministri Ledrian oldingi kuni Fransiyaning Finfo ismli axborot mulozimatida Xitoyning Sharqi Turkistonda sodir qilgan kishilik huquq dafsanchiligi haqida so'z qildi. Ministr Ledrian Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik masalasida to'xtaldi. U Fransiyaning Xitoy sodir qilgan kishilik huquq dafsanchiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Ledrian mundaq dedi: "Irqiy qirg'inchilik degan bu atalg'u u adliya organlarining vazifasi. Ma'lumki, Xitoy doiralari Uyg'ur musulmonlarga zulm qilishi bilan ayblangan. Biz Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz bergan yoki bermaganligini bilish uchun muzokara qilishga va o'ylanishga tayyormiz." Fransiya Tashqi ishlar ministri Ledrian ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining Sharqi Turkistonga berishini talab qilgan. Amerika va Kanadadan keyin Gollandiya parlamenti 2021 yil 25 fevral Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilganligini e'tirof qildi. Şvetsiyaning kiyim-kechak şirkati H&M Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi sababli Sharqi Turkistondan paxta setib olishni to'xtatgandan keyin Xitoy hukumatı mazkur shirkatning tor bekitidagi Xitoy xaritasini o'zgartirishni talab qilgan. Shanxay doiralari juma kuni abonentlarning ogohlantirishi to'g'risidagi talabga asosan H&M tor bekitidagi masala bor Xitoy xaritasini o'zgartirishni talab qilganligini e'lon qildi. H&M shirkati bu xatolikni tezdan tuzatadiganligini bildirgan. Şirket mesele bor xarita mazmuni haqida tafsiliy uchur bermadi. Faraz qilinishicha, Xitoy hukumatı o'z ziminining bir qism deb qaraydigan Tayvan va boshqa sazgur rayonlarning kiyim-kechak shirkatining betida ko'rsatilishini o'zgartirishni talab qilgan. Xitoyda baliqchilik kemasining cho'kib ketishi natijasida 8 odam qazo qilgan. Xitoy xalq gazetining xabariga qaraganda, Xitoyning sharqidagi Jejang o'lkasi qirg'oqlarida 20 odamni ilib borgan baliqchilik kemasi atdiganda o'rilib ketgan. Izlash qutqizish xodimlari kemadagi 8 kishining jasadini topgan, 5 odam qutqizib olingan. Qolgan 7 odamni izlash xizmati davomlashmoqda ekan. Yana bir tarafdan Xitoyning Jiangsu o'lkasining Shinyang Hayko yuqori suratli tosh yo'lida atdiganda bir yo'lovchilar avtobusi kelayotgan yuk mashinasi bilan so'qilgan. Vaqada 11 kishi o'lgan, nurg'un kishi yaralangan. İşğalçı Xitoy armiyasi 1990 yılı 5 aprel Ramazan Aqto nahiyəsinin Barin yesida qonliq bir qirg'inchilik ilib borgan edi. 1990 yılı Ramazanның 17 günü Xitoyning buzg'unchiligidan saqlanib qolgan bir masjidni xalqning o'z imkoniyati bilan yasash talabi rad qilingandan keyin yuz bergan. 31 yil burungi bu qonliq fojiada 5000 dak Uyg'ur hayotidan ayrildi. Bu qirg'inchilik 1990 yillarda Xitoyning Sharqi Turkistonga ko'chish to'lqiniga to'g'ri keldi. Xitoyning 1990 yılı 5 aprelda Sharqi Turkistonning Barin yesida ilib borgan qonli qirg'inchiligining musibati texicha oxirlashmadi. Aksicha Xitoy buningga yangi jinoyatlarni qo'shib keldi. 5 aprel Barin inqilobi va qirg'inchiligining 31 yillik munosabati bilan shehidlarimizni yod etamiz.